Nech puldan tushdi? 40 ming so'mdan aka. Pul bermaslik uchun nima bahona o'ylab topsam ekan? Telefonim jiringlagandek bo'ladi, sekin ko'tarilamiz. Alo, ada, nima bo'ldi? Yo'q, bildirmasdan suramiz. 40 mingdan chiqarlaring. O, eshitmaganligiga olamiz, sekin o'rnidan turish kerak. O'zimizni jinniligiga solamiz. Diqqat bilan gaplashaman. Nima debdi? Yo'q, Bolta ko'tarib chiqibdimi? yomon bo'pti. Bobur, qaq ketyapsan. Telefonda gaplashib olay qaytaman. Boshimga qotirma, bilaman o'zani. Pulni ber, keyin gaplashasan. Tez bahona o'ylab topish kerak. Nima variantlar bor edi? Sekin cho'ntagini paypaslaymiz. O'rta analichkam yo'q edi. Hamma pulim kartada-da, endi shunaqa bo'lib qoldi, aytamiz. Bo'ldi, bo'lmasa kartadan to'lab olib, biz senga yig'ib beramiz. Voy, qo'rqma, kelguningcha yig'ib qo'yamiz. Uxladimmi deyman, oldin men ham shunaqa qilardim-da. To'lab bo'lgandan keyin sekin chinini yoqib yuvib qolardim-da. Aniq yig'ib berasizlarmi? Ha, yig'ib beramiz. Bobirjon, sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz dunyoning mega yulduzi deb topildingiz. Yo'q, nima deyapsiz? Bir marta o'rtoqlarimga to'laganimga shunchami? Yo'q, albatta. Siz Papa John'sdan yulduzli pizza xarid qildingiz. Yulduz uchun yulduzli pizza. Voy, zo'ru. Bolla, men endi yulduzman. Bolla?